Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 101 savoldan ko'rishni davom etamiz. Savol bo'lsa bemalol so'ranglar, bo'ptimi? Xo'p. Xullas, ma'lumotga bunda mana shu funksiya berilgan bo'lsa, f' 0 toping. Bu nima degani? Hosila olib, x o'rniga nima qo'ygin demoqchi? Qaranglar, xohlasanglar to'g'ridan-to'g'ri shunaqa qovuslarni ochib chiqinglar. Xohlasanglar mana bunaqa yo'l qilsanglar ham bo'ladi, qaranglar. Birinchisi bilan mana oxirgi qovusni tanlayman, o'rtadagi bilan o'rtadagini tanlayman. Nimaga? Chunki qaranglar. X ga x ko'paytirsam x kvadratmi? X ga 7 ni ko'paytirsam 7x. To'g'rimi? Endi o'rtadagi qovuslarni ko'paytiramiz. X ga x ko'paytirsak x kvadrat, x ga 5 ko'paytirsam 5x, bu bilan 2x bo'ladi. Mana 5x ga 2x qo'ysam nima bo'ladi? 7x. Bunda ham x kvadrat plus 7x bor. Bunda ham x kvadrat plus 7x bor. Ikkalasida bir xil narsa bormi? Ketdi, ochaveramiz, yozaman. fx barobar bo'pti, yonma olib kelib yozib oling. X plus 7. Mana oxirgisini olib kelib yonma yozib oling. O'rtadagilar o'rtadagi. Ketdi, qovuslarni ochaveramiz. X ga x ko'paytirsam x kvadrat plus nima bo'ladi? 7x. Buni alohida ochamiz. X kvadrat plus 5x plus 2x bo'ladimi? Qo'shib yuborsam 7x. 2 kere 5 Hosilani formasi nima edi? Mana bu birinchida turganini a desam, ikkinchida turgani nima bo'lardi? O'rtasida nima turibdi? Ko'paytirish. Hosilani formasi bor edi. Nima edi? A hosila ko'paygan b plus a ko'paygan nimadan hosili? Olib kelib o'rniga qo'yaman. A dan hosila deyapti. X kvadrat plus 7x dan hosila ko'paygan b ga mana bu narsagami? X kvadrat plus nima bo'ladi? 7x plus 10. Va plus pastdan yozing. A ko'paygan. A nimaga teng bizga? B dan hosila. B mana bumi? Nima ekan? Hosila. Ketdi, boshladi, ishlaymiz. X kvadratdan hosila 2 oldiga tushadimi? 7x dan hosila x tushib qolar. Nima qolardi? 7. Qovusga olaman. Buni shunday ko'chirib qo'yaman. Plus buni ko'chiramiz, to'g'rimi? Bundan hosil olaman, chunki tepasida nima turibdi? Hosila. Hosil oladigan bo'lsak, plus 7x dan hosila 7, sondan hosila 0 mi? Yo'q bo'lib ketadi. Qovusga olib qo'yaman. Bizga aytayapti, x ni o'rniga hosil olgandan keyin nimani qo'ygin demoqchi? Mana f' 0. Ketdi, shu turgan joyda 0 qo'yib yuborsam, mana qarang. 2 kere 0 0 bo'ladimi? 7 ni qo'shsam nima qoladi? 7. Bu yerga 0 qo'ysam bu 0 bo'ladi. Bu ham 0 bo'ladi. Nima qoladi? Ko'paygan 10 ga plus. Mana bu narsaga qo'yaman-da. Plus buni davomi bu. Mana. Tushundingizmi? Yana x ni o'rniga 0 qo'ysam, bu ham 0 bo'ladi. Bu ham 0 mi? 0 ga 0 ni qo'ysak 0 bo'ladimi? Qanday bitta narsa? O'xshash, to'g'ri, o'xshash ikkalasi. To'g'ri, o'xshash. X larga 0 qo'yib chiqishim kerak-ku, o'xshash bo'lsa bo'lmasa. Ikkalasi bir xil emas. Mana bu yerda plus 10 bor, bu yerda plus 10 yo'q. Xullas, hosilasiga nimani qo'ygin deyapti? 0 mi? Mana hosila olganimiz mana bu narsami? To'g'rimi? Mana shu hosilasiga tushundingizmi? Bo'ldi, x larning o'rniga har bitta x o'rniga 0 qo'yib chiqamiz. Tamam, boshqa ish yo'q. 0 qo'ysam 7 qoladimi? Mana o'sha 7. Bu yerga 0 qo'ysam 0, 0, 10 qoladimi? Mana o'sha 10. Plus, o'rtadagi plus. Bunga 0 qo'ysam bu 0 bo'lib ketadi. Bunga 0 qo'ysam 7 qoladi. 7 kere 0 nimaga teng? 0. Yozishim shart emasmi? Javobni chiqar ekan. Savollar bormi? Bo'lsa hozir beringlar savollarni. Javob. To'g'rimi keyingisiga? 102. Xullas, mana bunga so'roq qo'yib qo'yibdi-da, bu degani mana bu s b ni topib ber demoqchi. Qaranglar. O'xshashlikdan foydalanamiz, ya'ni o'xshashlikning qoidasi bor. Mana bu kichkina uchburchakni ko'ryapsizlar-a? Mana bu katta asosiy uchburchak, to'g'rimi? Qoidasida nima deydi? Kichkina uchburchakning yuzasini s1 deyman, kattasini yuzasini mana bu sb deb qo'yaman, bo'ladimi? Teng deyiladi. Buni tomoni a bo'lsa, buni tomoni b bo'lsin. A taqsim b ning qovusti nimasiga? Kvadrat. Pastdagi ustoz s1 o'zida bo'lmaydimi? Endi eshitib turinglar. Mana bu, men buni ko'rsatib ketaman. S1 nimaga teng desa, nimaga teng S1? 25 taqsim SB nimaga teng desa, SB deganda endi men bu umumiy deb qo'yish, shuni boshqa tushuntiradi.
Mana bu A bo'lsin, mana bu B bo'lsin. Xo'p, kichkina uchburchakni katta uchburchakka nisbati teng bo'lishi kerak. A ni umumiy tomon nisbati nimaga teng? A plus B'gami? Shuni qovustirmasiga ekan kvadratiga. Olib kelib o'rniga qo'yaman. S1imiz nechiga teng? 25. Yana 25 plus nechi? SB teng. A tomon nechiga teng? 5 taqsim A plus B. 5 ga 3 qo'shsak 8 ning qovustirmasi kvadrat. Hisoblaymiz. 25 plus SB teng bo'ladi 5 kvadrat. Taqsim 64 mi? Bular nima qiladi? Qisqarib ketdimi? Bu yerda ham 1 qoldi, bu yerda ham 1. 25 plus SB ni 1 ga ko'paytirsam o'zi chiqadimi? 1 ga 64 ko'paytirsak 64. SB ni qiymati teng bo'ladi 64 dan 25 nima qilamiz? Barimizni chiqadi 39 mi? 39. Tushundinglar? Qisqa javob ekan. Savollar bormi? 103 ta aniq integral hisoblanadi. ikkita surat qisqarib ketdi, o'rtada ko'paytiriyor, anaqa bo'lish bo'lmagan shunday, to'g'rimi? Suratga qisqartirib. Ha, tenglamada surat bilan suratni mahraj bilan mahraj qisqartirsa bo'lardi. Faqat tenglamada. Tushundinglar? 103 integralni hisoblanadi. Mana shu o'rgandinglar. Xo'p, mana bu darajasida 1 bormi? Darajasiga nechani qo'shardik? 1 qo'shsam 2 bo'ladi. O'sha chiqqan javob qayerga yoziladi? Pastga. Minus 2 ga 1 qo'shsam 3, chiqqan javob qayerga yoziladi? Pastga. Va plus sonni o'zi turgan bo'lsa oldiga nima qo'yib qo'yardik? X mi? Va chegarasi 0 dan nechigacha? Birinchi qaysi sonni qo'yamiz? 3 ni qo'yib, keyin 0 ni qo'yib, ikkalasini javob nima qilardik? Ayirib yuboramiz. 3 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsa, mana bu 2 qisqarib ketadimi? Nima qoladi? 3 ning kvadrat minus 3 ning kubi taqsim nechi? 3 plus 3 ko'paygan 3 gami? Ha, 0 ni qo'ysam, bu ham 0 bo'ladi, bu ham 0 bo'ladi, bu ham 0 bo'ladimi? Qo'yib o'tirishim shartmi? Yo'q, hisoblaymiz. 3 kvadrat 9, 3 ni kubi 27, 3 ga bo'lsam 3 kere 3 9 mi? 9 dan 9 ayirsa 0, 9 qoladi. Yo'q, Muhammad. Kim? B javob ekan. Xo'p, tushundinglar xullas. Savollar bormi? 104. A plus B ifoda, mana aytyapman. A plus B ifoda 5 ga qoldiqsiz bo'linsa, 5 ga qoldiqsiz bo'linsa degani mana shu narsani 5 ga bo'lganda qoldig'i nima qoladi? Shohir eshiting. 17A plus 92B ni 5 ga bo'lganda qoldiq nimaga teng bo'ladi deb savol beryapti. Qaranglar, o'zingizlar xohlagan son tanlab olasizlar. O'zingizga qulay hisob kitobga. Misol uchun men bu yerda A ga 4 tanlayman, B ga 1 tanlasam bo'ladimi? 4 ga 1 qo'shsam 5 mi? 5 ni 5 ga bo'lsam qoldiq qoladimi? Yo'q. Shu sonlarni olib kelamanda A bilan B ni o'rniga qo'yib hisoblayman. Chiqqan javobini 5 ga bo'lganimda qoldiq nima qolsa o'sha javobni olaman. Ketdi 17 ko'paygan nechiga? 4 plus 92 ko'paygan 1. Bo'lingan nechi bo'ladi? 68 qo'shilgan 92 bo'lingan 5 mi? Qo'shadigan bo'lsak 160 mi? 160 ni 5 ga bo'lsa 32 bo'ladimi? Qoldiq nimaga teng bo'lib qoldi? 0 ga. Xohlasanglar boshqa son olib ko'ringlar. Misol uchun 3 bilan 2 olsanglar ham bo'ladi. 3 bilan 2 ni olib kelib, mana bu A bilan B ni o'rniga qo'yib hisob kitob qilganinglarda 5 ga bo'lsalar baribir qoldiq nima qoladi? 0. Tushundinglarmi? Bo'ladi, farqi yo'q. Nolasi bo'ladi. Yo'q. O'tganmi? Bizga 0 olib ko'raylikchi, yoki 0, shu 0 olmaydi. Shuncha son turgan. Chunki aytmaganda, misol raqam ham demayapti-da. Raqam deganda 0 olsak ham bo'lardi. Aytmagan, aniq qiymat, aniq javob etmagan. Hop, 0 qo'yib ko'raylikchi, qani nima bo'lar ekan? Bunga 0, bunga 5, bunga 0 qo'yaman, bo'ladimi? Xo'p, 17 kere 5 85 mi? 85. Mana bu 0 bo'lib ketdimi? Oxiri 5 bilan tugadi. 85 ni 5 ga bo'lsak, qoldiq nima qoladi? 0. Tushundinglar? 0 ham to'g'ri keladi. To'g'ri kelar ekan. Xo'p, 105. Xullas aytyapti, arifmetik regressiyada 12-chi hadi 12 ga teng bo'lsa, dastlabki 23 ta hadini toping deyapti yonisi. Qaranglar, nima qilasizlar bunaqa misolda? A1 yo'q, D yo'q, Shohir eshiting. Har doim yoyib olasizlar. O'sha oldin darsda aytganimdek.
12 ni yoyadigan bo'lsak, A1 plus nechtada bo'ladi? Bitta. Teng nechiga? 23 yoyadigan bo'lsam, universal formula bo'yicha 23 qanday yoyamiz? Ikkita A1 bitta kami d taqsim ko'paygan 23. Buni xatma-xat alohida 2 ga bo'lsam bo'ladimi? Bundoq qilib bo'lsam bo'ladimi 2 ga? Bittasini bo'lib ikkinchisini tashlab ketmanglar, xato bo'ladi. A1 plus 11d ko'paygan nechiga? Endi mana bu narsa bizda nimaga teng? 12 gami? Olib kelib o'rniga qo'ysam, 12 ko'paygan nechi? Bu teng bo'ladi 276. Kecha Instagramga shuni video qilib oldik. 676 deb yozib yuboraman-da. Boshqa misol bilan adashtirib. 656 mi? Keyin qiziqib to'xta ko'paytirib ko'raychilik. Mana bu kichkina sonda chunki 656 chiqmaydi. Tushundilar xullas, ajoyib bo'lar ekan. Mana bu bo'sh joylar bor, mana shularni ishlab ketaveramiz. Xo'p, 106 bu yerdan sig'maydi, tenglamani yechimda o'tdi. 107 ni ishlaylik mana shu yerdan. 3 darajasida k plus 7 ko'paygan 3 darajasida k ning qo'sdi. Ko'p savollar bo'lsa, sira so'ranglar joyida. Videodan ko'rib tushunolaman deb o'ylamanglar, qiynalasizlar qaytaga. 9k ning qo'sdi kvadrat. Buni hisoblang, soddalashtiring deb. Qaranglar. Mana bu yerdan 3 ta k'nisini olib chiqib ketsam bo'ladimi? 3 ta k'nisini olib chiqsam, qo'sdi. Buni o'rnida nima qoladi? 1 plus nechi? 7 ning umumiy qo'sdi nimasi? Kubi, to'g'rimi? Taqsim pastdan 9 k'nisini olib chiqsam, qo'sdi 1 9 umumiy qo'sdi nimasi? Qachon tushundingizmi? Yorulxomat. Oybek. Diyorbek. Yaxshi tushundingiz. Sizlarchi? Davom etavering. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu kub degan narsa har bittasiga tegishlimi? K ni 3 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? 3k. 1 ga 7 ni qo'shsam 8 mi? 8 nechinchisi bo'ladi? Kubi. Taqsim 9 ni k'nisi degani 2 ga 9 ko'paytirsam 2k, to'g'rimi? Ko'paytirilgan 1 ga 9 qo'shsam 10, 10 ni nechisi? Kvadrat. Só shunda mana kub kvadrat 9 va 3 tegishli bo'lmaydi. Qaysi? Kub turibdi birinchisi, kvadrat. Ha, yo'q, 3 ga tegishli emas. Yo, xolisini 3 ga tegishli qilib yuboringlar mana. 27 darajasida k deb qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana buni 81 darajasida k desanglar bo'ladi, farqi yo'q. Endi bunday ish qilaylik-da. Mana bu 9 ni 2k degani mana bunaqa narsa o'zi aslida. 3 ta kvadratini darajasi nima turibdi? 2k mi? 2 kere 2 nimaga teng? 4k gami? Darajaga nima qilardik? Mana. Tushundingizmi? 9 ni 3 kvadrati deb yozdim. 2 ga 2k ni ko'paytirdim, 4k bo'lib qoldi. Demak, bu narsa aslida 3 ta 3k inisi ko'paygan 8 kubi nechi bo'ladi? 512 taqsim 9 2k inisini o'rniga mana bu narsani yozsam bo'ladimi? 10 kvadrat nimaga teng? Asoslar bir xil bo'lsa, bo'lish turganda darajalar bir-biridan nima qilinardi? 3k dan 4k ni ayirsam minus k qoladimi? 512 ni 100 ga bo'lsam, ikkita noli bor, ikkita virgul surib qo'ysam bo'ldimi? 1 2 5 butun nechi? 12. Tushunarli? Bo'ldi mana shu narsa. Juda javob ekan. Ha? Masalan, 3k deb ishlamasdan 27k, keyin 81k deb. Keyin oxirida baribir yana qo'lsin tashqari chiqarish kerak bo'ladi. Nima deyapsiz? Qaysi? Mana bumi? Nimasini? Mana 5 deyapsizmi? Mana shunaqa qilibmi? Bo'ldimi, tushunarli? Bitta misolimiz bor, to'xtang, mana shu yerdan yozib o'raylik. Kichkinagina misol. 108. Yo'q, bu yerda yechim bor. Yo'q, o'zi shu paytgacha ishlaganimizda yo'q. Menimcha bitta o'tib ketdi-yu, o'tmadimi?
tenglamani yeching deyapti. Qaranglar. Mana shunaqa tenglamani yeching desa, tasavvur qilib, mana sizlar buni ko'rganda, xullas sizlarga ideya kelmaydi-da bu misolni ko'rganda. Nima qilasizlar? Yo'q, eshitib turinglar. Javobda mana bu x javoblari berilgan, to'g'rimi? 1 taqsim 2, 3 taqsim 2, 3 taqsim 4 o'shalarni olasizlar-da, a javobdan boshlab. X o'rniga qo'yib ko'rasizlar. X o'rniga qo'yib hisoblaysizlar, javob qanaqadir javob chiqadi. Buni ham hisoblaysizlar, qanaqadir javob chiqadi. Misol bundan 4 chiqdi, bundan 5 chiqdi, to'g'rimi? 4 ga 5 ni ko'paytirsam necha bo'ladi? 20. 20 1 ga teng bo'ladimi? Yo'q. Nima qilamiz? Xullas, variantni qo'ysalar chiqadi demoqchiman javob. O'z ishlanishi qanday bo'ladi? Qachon javob 1 chiqadi desa, qachonki mana 3 darajasi 0 bo'lsa, 7 ning ham darajasi 0 bo'lsami? Chunki 3 darajasi 0, 7 ning darajasi 0. 3 0 darajasi nimaga teng? 1 ga, 7 ning 0 darajasi ham 1 ga. 1 ga 1 ko'paytirsam 1. O'shanda javob nima chiqar ekan? Demak, 1 chiqishi uchun ikkalasining ham darajasi nimaga teng bo'lishi kerak? 2x minus 3 teng bo'lsin deyman 0 ga. 3 minus 2x imiz ham nimaga teng bo'lsin? 0 gami? 2x barobar nechiga? 3 ga. X barobar 3 taqsim 2 ga. Bu yoqdan minus 2x 3 o'ng tarafga minus bo'lib o'tadimi? 2 ta minus plus bo'lib ketsa, 3 taqsim nechi? 2. Ikkalasi ham bir xil javob chiqsa, qaysi birini olardik? Bittasini javob nima bo'lar ekan? 3 taqsim 2. 1,5. Tushunarli? Qolgan bo'lsa ham bor. Yozib olaylik. Hop, 106-misol. Qachon qaraymiz? Xullas, shu tenglamaning dotda shu oraliqdagi yechimlari sonini toping degan ekan. Nima qilamiz? Mana modulmi? Moduldan bitta musbat, bitta nima chiqadi? Manfiy. Yozaman. Kosinus 2x 1 marta nimaga teng bo'lsin? 1 ga. Nechiga? Minus 1 ga. Tushundingizmi? 1 bilan minus 1 bu xususiy holi bo'larmidi? Hop, bitta aylana chizaman. Kosinus mana bu yerda 1, bu yoqda nechi? Minus 1. Tepada 0, pastda ham 0. Qachon 1 ga erishadi desa, mana bu yerda 1 mi? Buni yozaman. 2x barobar birinchi 0 gradusga yuramiz, plus 1 da olish uchun mana shu yerdan boshlab bitta to'liq aylanib kelish kerakmi? 2pi aylanib keladi. Har safar 2pi, to'g'rimi? Oldiga nima qo'yib qo'yamiz? n. Javoblarda k deb ham keladi. Nimasi yo'qmi? Qaror o'sha 1 olishimiz shartmi? Chunki masalan 0 gradus bordi-yu. Mana bunaqa narsa. Kosinus qachon 1 ga erishadi desa, qachonki faqat mana shu qiymatda. Tushundingizmi? N ga necha bersangiz, 1 bersangiz ham, 2 bersangiz ham, 3 bersangiz ham, million bersangiz ham baribir javob 1 olib turaveradi. Tushundingizmi? Xo'p, mana 0 da o'chirib tashlashim bo'ladimi? 2x teng bo'lib qoladi 2pn gami? X barobar 2 lar qisqarib ketsa, nima qoladi? Pn. Turib turaversin bu. Buni ishlaymiz. Minus 1 degani chap tarafdami? Yozaman. 2x barobar birinchi necha gradus yuradi? Pi keladi bu yoqqa. Mana 180 yurdi. Plus shu nuqtani olish uchun, faqat minus 1 da olish uchun mana shu yerdan boshlab bitta to'liq aylanib kelish kerak. 2 ta pi m. Tushundinglar? X barobar pi ni 2 ga bo'laman. Pi taqsim necha? 2. 2 pi ni 2 ga bo'lsam 2 lar nima qiladi? Nima qoladi? Pi m. Endi aytadi, xolos mana shu oraliqdagi ildizlari nimasini so'rayman? Sonini. Qancha yechiladi? Ha, nechta yechim bor? Mana xullas minus 1 pi degani, to'g'rimi? 5 2 ga bo'lsa necha bo'ladi? 2,5 pi. Mana o'zimga qulay qilib yozib oldim. Ketib hisoblaymiz. N ga 0 bersam, mana n ga 0 bersam, x barobar pi ni 0 ga ko'paytirsam nima chiqadi? 0 degan son shu oraliqqa to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Bitta javob bor. N ga 1 beraman. 1 pi bo'ladimi? Ya'ni pi 2,5 pidan kichkinami? To'g'ri keladi. N ga 2 beraman. 2 pi bo'ladimi? 2 pi hali ham ichida yotibdi. To'g'ri keladimi? 3 bersam 3 pi bo'ladi. 3 pi 2,5 pidan kattami? Chiqib ketdi, bo'ldi, yozib o'tirmayman. Xo'p, endi bitta minus berib ko'ramiz. M ga minus 1 bersam, minus pi bo'lib qoladimi? Minus 1 pi deganim bu chegarasini to'rtburchak qovus olsa bo'ladi deganimidi? Demak, nima qiladi bu ham javobga? Minus pi. Bo'ldi, bu tugadi. Bunga o'tamiz. N ga necha beraman? 0 beraman. Boshdan boshlab mana shu qiymatlarni berib chiqaman. 0 bersam, bu 0 bo'lib ketadimi? Pi taqsim nima qoldi?
pi taqsim 2. Mana bu yerda 1 bor. 1 2 ga bo'lsam 0,5 pi deganimi? 0,5 pi shuni orasida yotadimi? To'g'ri keladi. Endi 1 berib ko'rsam, mana bu yerda 1 turibdi. 2 kara 1 2, 2 pi ga pini qo'shsam 3 pi taqsim 2 mi? Mana 3 pi taqsim nechi? 2. 3 2 ga bo'lsam 1,5 pi. 1,5 pi bu ham to'g'ri keladi, kelasi bir xil qilib. Endi 2 bersam 2 kara 2 4, 4 ga pini qo'shsam 5 pi taqsim 2. Mana 2 berdimi? 2 kara 2 4, 4 pi ga pini qo'shsam 1 pini. 5 pi taqsim 2. Bu nechi bo'ladi? 2,5 pi. Chegarasimi? Olsa bo'ladimi? Xo'p, bitta minus berib ko'raylik. N teng minus 1. Ajratib qo'yamiz. Minus 1 bersam, xo'p, mana bu yerda qanaqa narsa bo'ladi, xullas. Minus bo'lib qoladi orasi, to'g'rimi? 2 kara pi 2 pi. Pidan 2 pini ayirsam minus pi taqsim 2 mi? Minus pi taqsim nechi? 2. Mana bu yerda 1 bor, 1 2 ga bo'lsa minus 0,5 pi. Orasiga tushadimi hali bu? 2 bersam 2 kara 2 4, pidan 4 pini ayirsanglar minus 3 pi taqsim 2. U minus 1,5 pi deganimi? Minus 1,5 pi chegaradan chiqib ketdi, bo'ldi, olib o'tiramiz. Nechta yechimga ketsa? Nechta yechim ham? Kichkinalarni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ekan. Tushundinglar? Savollar bormi? Ustoz. So'rang. Ha? Qaysi takrorlanyapti? Yo'q, Shohroq. Mana bu chiqqan javob bilan mana bu x javobi bir xil bo'lib qolsa bittasini olamiz. Tushundingizmi? Mana bu n bir xil bo'ladimi, bo'lmaydimi, bizga umuman qizig'i yo'q. Mana bu chiqqan javobi, chunki x ku bizada tenglamani ildizi. Bunga ham bitta savolim bor. So'rang. Agar tepada to'rtburchak qo'ysa, oddiy qo'ysa, yana minus pi 2,5 degan javob Olinmasdi. olinmasdi. Yo'q. Olinmasdi. 109. Xullas, mana shu progressiya berilgan bo'lsa 26-chi, ya'ni dastlabki 26 ta hadyonisini toping deyapti. Behruz nima qilamiz? 24 nima deb yozsak bo'ladi? A1 plus teng nechiga? Buni nima deb yozamiz? 50 mi? Tushunarli? Muhammad. Nima qilamiz ikkalasini? Ayirib yuborsam bo'ladimi? Ayirib yuborsam, qaranglar, pastdan tepani ayiraman, bo'ladimi? A1 dan A1 ayirsam 0 qoladimi? 25 dan 23 ayirsam 7. 50 dan 24 ayirsak 26 ni 2 ga bo'lsak D-ni topdikmi? D-ni olib mana bu yerga qo'ysam nima chiqadi? 23 ko'paygan nechiga? Teng 24. A1 teng bo'ladi 24 minus ko'paytirib yuboringlarchi. 23 kara 13. 9. 299 dan 24 ayiringda. Minus 270 nechi? 5. A1 bor, D bor qo'limizda. S26 ni nima deb yoyardik? Universal formula bo'yicha 2 ta A1 plus to'g'rimi? A1 ni o'rniga nima keladi? 2 ko'paygan minus 275 25 ko'paygan D-imiz nechi? 13 taqsim, mana shuni qisqartirib o'raylik. Mana bu ketadimi? 13 qoldimi? Demak, chiqqan javob nechaga ko'paytirib qo'yaman? Buni ko'paytirasizda minus 550 plus keyin chiqqan javobni 13 ko'paytirib yuborsanglar oxirgi javobim 2900 bor ekan javob, minus 2920. Tushundinglar? Savollar bormi? Savol bo'lsa beringlar. 111. Tenglamaning eng katta manfiy va eng kichik musbat ildizlari yig'indisini toping deyapti. Eng katta manfiy, eng kichik musbat. Birinchi soddalashtirib olaylik, keyin oxirida aytgan ishini qilamiz. Xo'p, men bunga tegmay turaman. Buni bunday yozsam bo'ladimi? Kosinus kvadrat x qovustir nimasi? Plus kosinus 2x kosinusga bog'liq yoyilmasi bor edi. Nima bo'lardi? 2 ta kosinus kvadrat x minus nechi?
1. Esladami? Plus 4 cos ichida mana sinus kvadrat 2x bundoq qilsam bo'ladimi? 1 minus cosinus kvadrat 2x teng nechiga? 3 ga. Qayerdan kelib chiqyapti bu? Mana qaranglar. Yo'q, hali daraja pasaytirmadim. Sinus kvadrat x bo'lsa, kosinusga bog'liq formulasi nima bo'lardi? 1 minus to'g'rimi? Bizning x'imiz o'rnida nima turibdi? 2x mi? Shuning uchun 1 minus kosinus kvadrat nima deb yozdim? 2x. Kosinus 2x yana kosinusga bog'liq formulasi bo'yicha yozaman. 2 ta kosinus kvadrat x minus nechi? 1. Shu narsani shundoq olib, mana buni o'rniga qo'yib yuborsam bo'ladimi? Ketdi olib kelib qo'yamiz. Men bunga tegmay turaman. Bularni ko'chirib turamiz, o'zgarib ketmasin. Plus bir turaveradi. Qarang, kosinus 2x o'rniga mana bu narsani olib kelib ko'chiraman. Cosning nimasi bor? Kvadrati teng nechiga? 3 ga. Tushundinglar? Mana bu kvadrat alohida ajralib turibdi. Bu bilan buni adashtirib qo'ymaydi. Savollar bormi? Xo'p, soddalashtiramiz. Bitta ish qilamiz, qaranglar. Nima deb olsak bo'ladi? Qani topinglarchi. Bo'ladimi? Qaranglar, hammasi kosinus kvadrat x mi? Men buni t desam, mana bu narsa t ning nimasi bo'lib qoladi? Chunki tepasida nima turibdi? Kvadrat. Mana bu 2 ta t bo'lib qoladimi? O'rtada ham 2 ta. Ha, bu ham 2 ta t. Yozaman. 8 t ning nimasi? Kvadrati plus 2 ta t minus nechi? 1. Bumi? Yo'q, mana minus 1 bor. Mana 1 minus cos ichida 2 t minus 1 ning cos nimasi? Teng nechiga? To'g'rimi? Oddiy anaqa arifmetika. Cosni ochiradigan bo'lsa 8 ta t kvadrat. Xo'p. Mayli, bunga tegmay turing. A minus b ning kvadrat 2 t kvadrat 4 ta t kvadrat bo'ladimi? Minus 4 ta t kvadrat. Minus 4. Oldi minus bilan plus 1 bo'ladi. Oldi minus bilan minus 1. Teng nechiga? 3 ga. Mana bu birlar nima qiladi? Shunda bizda t kvadrat plus plus cosdan ochish kerak edi bitta. 4 kere 4. Nimaga? Nimaga? Qaysi mana o'chib qo'yamiz? Mana bu to'g'ri, mana bu yerda ko'paytirish bo'lib turibdi. To'g'ri, har bitta qovusga nima qilamiz? Ko'paytirib o'tamiz. Shunda 4 kere 4 plus 16 t bo'ladimi? Teng nechi qoldi? 8 dan 16 ni ayirsak minus 8 ta t kvadrat, to'g'rimi? 2 ta ga 16 ta ni qo'shsak 18 t minus 1 minus 3 nechi bo'ladi? Teng nimaga? 0 ga. Har bittasini minus 2 ga bo'lib yuborsam bo'ladimi? Ketadi. Kichiraytirayman-da. 4 ta t kvadrat minus 9 t plus nechi? 4 ga bo'linmaydi 18. 18 4 ga bo'linmaydi. V ga qo'yaman. T kvadrat minus 9 t tushunmaganlar diskriminantga qo'yib ishlasalar ham bo'ladi. Qo'shganimizda 9, ko'paytirganimizda 8. Nechi bilan nechi? 8 bilan 1 demoqchimisizlar? Ko'paytirgan sonimizni nima qilamiz? Bo'lamizmi? Bu yerda bo'lardi. Mana buni o'chirib turib kerakmas. Bu birinchi ildizi 2 chiqadi, ikkinchisi shunda qoladi, to'g'rimi? Endi savolim. 0.20 chiqadi, o'xshash narsani bermaydi lekin. Turaversin. T deb mana olgandik biz. Kosinus kvadrat x mi? Mana olib kelib o'rniga yozaman. Kosinus kvadrat x teng nechiga? Kosinus eng katta qiymat nechi bo'ladi? 1 mi? 2 degan qiymatni qabul qiladimi? Yo'q. Nima deyapti Shohrux? Xo'p, ildiz chiqaradigan bo'lsak, plus minus ildiz osti 2 bo'ladimi? Xo'p, 1 bo'lganda 1 chiqardi. 2 bo'lsa hozir 1 dan kattaroq chiqadimi? 1.4. Baribir 1.4 degan son 1 dan kattami? Baribir ildiz chiqarsalar ham to'g'ri kelmas ekan. Demak, bu bo'sh to'plam bo'ladimi? Mana hozir bo'sh to'plam. Bizda yana nechi bor? 1/4 olib kelib yozaman mana. Kosinus kvadrat x teng nechiga? 1/4 ga. Mana bu kvadratdan yo'qotish uchun bir marta plus bir marta nima deb yozamiz? Bir marta 1/2 chiqadi. Bir marta tushundingizmi?
ikkiga bo'linadi. Yo'q, mana. 1 taqsim 2 ni kvadrati ham 1 taqsim 4, minus 1 taqsim 2 ni kvadrati ham 1 taqsim 4. Tushundingizmi? Ikkala tomonni kvadratga oshirganda. Xo'p, buni formulasi qanaqa bo'lardi? Plus minus arc cosinus 1 taqsim 2 plus 2 ta pi n. Sizlar yomon ko'rgan formula. Buniki minus bo'lib qolsa, plus minus pi minus arc cosinus 1 taqsim 2 plus 2 ta pi n. Minusda pi minus bo'lardi. Mana bu yerga minus yozilmasdi. Plusda o'zi kelardi. Bexrus cosinus qachon 1 taqsim 2 ga teng? Buni ishlaylikchi. Plus minus pi minus taqsim 3 plus 2 ta pi n mi? Xo'p, mahraj necha keladi? X teng plus minus 2 pi taqsim 3 plus 2 ta pi n. Chunki 3 pidan 2 pi taqsim 3. Qo'shmaymiz. Savollar bormi? Endi aytdi, xullas, bizga shart berib qo'ying. Yo'q. Ha, shunaqa narsa edi. Tenglamaning eng katta manfiy va eng kichik musbat ildizlari yig'indisini toping. Eng katta manfiy va eng kichik musbat. Qaranglar, mana bu plus minus degan alohida yozib oladi. Pi taqsim 3 plus 2 ta pi n minus pi taqsim 3 plus 2 ta pi n. Xuddi shu narsa bu yerda ham bormi? İşte pi, to'g'rimi? N'ga son qo'yaveramiz. Qiymati kelib chiqadi, bo'ldi. Bu yerda chegara bermayapti. 0 qo'ysam nima qoladi? Bunga 0 bersam? To'g'rimi? Xo'p, bunga 0 bersam? Bunga 0 bersam? To'g'rimi? Mana qaranglar, bizga endi hozir shartini bajarishdan oldin bularni sonlar o'qiga qo'yilib, oson bo'ladi topishimiz. To'g'ri kelmaydi. Mana misol uchun eng kichkina bilan eng kattasi kerak-da. Misol uchun hozir mana bunga qancha son qo'ysanglar, kattalashib ketaveradi-ku. To'g'rimi? Musbat kattalashib ketaveradi. Bizga musbat sonni eng kichkinasini olib bergin demoqchi. Misol sonlar bor, 1, 2, 3, 4 lar bor. Eng kichkina musbat sonni olgin desa 1 olasizlar. O'shanaqa narsa. Xo'p, eng kichkinasi demak hozir minus 2 pi taqsim 3. Keyin bumi? Keyin qaysi bir keladi? Pi taqsim. Men o'qiyman hozir shartini, o'zingizlar topib ko'rasizlar. Qaranglar. Tenglamaning eng katta manfiy, qaysi bir eng katta manfiy? Eng katta manfiy отрицательный. Наибольший отрицательный. Yo'q, eng katta manfiy. Отрицательный degani. Eng kattasi pi taqsim 3. Yo'q. Eng katta manfiy degani наибольшее отрицательное решение. Qanday bu kichkina emasmi bundan? Ha, pi taqsim 3. Eng katta manfiy desa 0 ga yaqinni olamanmi? Qaysi birini? Bexruz siz buni aytdingizmi? Kichkinasi eng katta bo'ladi. To'g'rimi? Eng katta manfiy va eng kichik musbat ildizlar yig'indisi. Eng kichik musbat degani pi taqsim. Tushundinglar? Savollar bormi? Javob qolmadi. Yo'q. O'zi shunaqa javoblar beraman. Pi 0, pi taqsim 3, pi taqsim 2 o'zi 0 tavakkal qilsanglar 0 chiqar ekan. Xo'p, 112. Tenglama nechta butun yechimga ega? Nima qilamiz? Mana bu ildiz ikkita. O'ng tarafga olib o'tsam bo'ladimi? 2x kvadrat. Teng minus o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Ildiz yo'qotish uchun ikkala tomon nimaga oshirardik? To'g'rimi? Qaranglar, birinchi kvadratga oshirib, bittani ko'rsataman. Mana bu qisqaratdi necha qoladi bu yerda? 2 degani hali ham ildiz ichida turibdi deganimi? Bu ketadi, to'g'rimi? X minus 2. Yana bir marta nima qilaman? Bu ketadimi? 2x kvadrat plus 7 barobar a minus b ning kvadratimi? A kvadrat minus 4x plus necha? Chap tarafga yig'amiz. 2x kvadratni x kvadratdan ayirsam plus 4x 7 dan 4 ayirsak 3. Qo'shganimizda minus 4, ko'paytirganimizda 3. Yaqin keldingiz.
Topladinglar. Minus 3 bilan necha ekan? Minus 1. Nechta butun yechimga ega deyapti? Nechta ekan? Ikkita, to'g'rimi? Yo'q, nol. Butun emas-ku. Qanaqasan? Minus yo'q. Manfiy. Bu qani 3 bo'lganda qanaqa son bo'ladi? Bu 3. Butun yo'q emas-ku. Xo'p, nechta butun yechimga ega? Xo'p, qaranglar. Ikkita tenglamada eslab qolinglar. Javob chiqqandan keyin detemda erinmasdan olib borib bitta qo'yib ko'ringlar. Misol uchun minus 1 qo'ysam, minus 1 minus 2. Minus 3 bo'ladimi? Minus 2 minus bo'lishi mumkinmi? Bo'ldi, mana bitta javob chiqib ketdi o'sha. Buni olib kelib qo'yaman. Minus 3 minus 2 minus 5 mi? Ildiz ichi minus bo'lishi mumkinmi? Bu ham chiqib ketdi. Nechta butun yechimga yetsa 0 ta bo'ladi. Tushundinglar? Javob 0 bo'ladi. Bo'sh to'plamni qo'ymanglar. Nima dedingiz? Butun emas. Sizlar butun dedinglar. Yo'q, butun emas. Yo, nechtaligini aytmadinglar-ku. Ustoz har doim masalan, ashaqa misoli 0 bo'lsa, oxiri 0 bo'lsa, 0 yechimga ega bo'ladi. Har doim Javoblar chiqdi-ku mana. hop, baribir 0 yechimga ega. Yo'qda, birinchi olib borib tekshirib ko'rasizlar-da. Tekshirib ko'rasizlar. To'g'ri kelmasa olmaymiz. Bittasi minus 2 qo'yganda chiqadi. Minus 2 dan chiqadi deysiz, Behruz? Minus 4 bo'lib ketadi. Ha, 2 bo'lganda chiqishi mumkin. Ha, 2 bo'lganda chiqishi mumkin. Bir to'g'ri kelmaydi. Yo'q, bo'ldi. Uje aniqlanib soha degan tushunchalar bor. Bu shart emas bizga. Yo'q, xonaga kelyapsiz. Ishtondan ishxonaga Xo'p, 113. Qaranglar. 4 ta g'ildirak eshittiramiz. Shohruh Diyorbek. 4 ta g'ildirak 92 taqsim 5 metr yo'l yursa, 15 tasi qancha masofani bosib o'tadi? Proporsiya tuzib qo'yman o'zim. Birinchi qaranglar, bittasini topamiz mana. 4 tasi, yozaman 4 ta g'ildirak 92 taqsim 5 metr yo'l yursa, bitta g'ildirak necha metr yo'l yuradi? Bittasini topsam bo'ladimi? Nima qilamiz? 4x ga ko'paytiraman. 4x. Birni mana bu soni ko'paytiraman. 92 taqsim 5. X topish uchun buni bunga bo'lamizmi? Xuddi mana. Bo'lish kerak, to'g'ri. Mana bu tezda necha bor? 92 ni 1 ga 1 da yozmay qo'yavering. 5 ga 4. 20. 4 ga qisqartirsak 5 pastda bo'ladi. 23. to'g'rimi? Ha, xulosa, demak, bitta g'ildirak, mana bitta g'ildirak 23 taqsim 5 metr yo'l yursa, 15 ta g'ildirak x bo'ladimi? 15 ko'paytirib qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi, 15 ko'paygan 23 taqsim qisqarib ketadimi? 3 kere 23 60. Tushunarli? Qaysi? Bitta g'ildirak 23 taqsim 5. Ha, mana bu strelka o'zi. Mana bitta g'ildirak 23 taqsim 5 metr yo'l yurar ekan, 15 tasi qancha metr yurar ekan? 69. Tushundinglar? Keyingisiga o'tavering. Topinchi. Da. Savollar bormi? Keyingisiga o'tavering. Xo'p, 114 aytyapti. Futbol jamoasida 11 ta ishtirokchi bor. Ulardan jamoa sardori va darvozabonini necha xil usulda tanlab olish mumkin? Bunaqa savollar ko'p ishlaydi. Mana. Sardor va darvozabonmi? 11 ta sportchidan xohlagani 11 tasi sardor bo'lishi mumkin. Bittasi chiqib ketgan hisobiga 10 ta qoladi. 10 ta sportchidan xohlagan darvozabon bo'lishi mumkin. Tushundinglar? Hop, 115. Tenglamani yeching deyapti. Qaranglar. Bunaqa tenglama ishlaganmizda, ishlarda bo'lsa, mana buni A, buni B deb ishlagandik. Faqat bu sal qiyinroq. Endi bizga mana tenglamani tayyor yechimlarini berib qo'ysa, javobdan foydalanishga harakat qilinglar. Tushundinglar? Mana A'ni qo'yib ko'raman. X o'rniga 4 qo'ysam, 629 minus 4 necha bo'ladi? 625 plus 4 ilzosida 77 ga nima bu? 8 bo'lib qolgan. X o'rniga 77 ga 4 qo'ysak 81, to'g'rimi? 83. 625 degani
Yo'q, 5ning nechinchisi? 81'dan 9 3'i 4-inchisi. Men bu 4ga to'g'rilayman. Mana bu ketadimi? Bu ham ketadimi? 5 plus 3 nechi bo'ladi? To'g'ri keldi. To'g'ri degan javob to'g'ri kelar ekan. Tushundinglar? Xo'p, 548 qo'yib ko'ramiz. Agar hozir bittasi to'g'ri kelmasa keyin to'g'ri kelmaydi. Ha, javob faqat to'g'ri olamiz deganida. 548 qo'yib ko'rsak, 629 minus 528 548 nechi bo'ladi? 121 mi? 81 mi? Qarang, 481 mi? Bunda nima chiqadi yana? 3 77 ga 548 qo'shsanglar 625. Undan yana 5 chiqadimi? 3 ga 5 qo'shsanglar 8. To'g'ri kelyaptimi? Demak, javob nima bo'lar ekan? Ha, javob bo'ldi. Qolganini qo'yib tekshirib o'tirish shart emas. Tushundinglarmi? Ajoyib. Savolinglar bormi? 116. Tenglamani yeching deyapti, javoblarni berib qo'yibdi. Shunda javoblarni olasizlarda x o'rniga qo'yib ko'rasizlar. Bo'ldi. Qaysi javob to'g'ri kelsa o'sha bo'ladi. Tamam. 116. Mana shu bilan bir xil. To'g'ri javob bo'lishi Mumkin. Ha, birdaniga ketma-ketmi? Yo'q, yo'q, hozir unaqa tushmaydi. A bilan S mi? Yo'q, yo'q, hozir unaqa narsalar chiqarib tashlangan. Oldin bo'lardi. Bitta to'g'ri javob chiqadi. Yo A chiqadi aniq, yo B chiqadi. Yo C yoki D. Tushundinglar? Ikkita variant chiqmaydi. Xatolik ketib chiqishi mumkin. Unaqa narsa yo'q. 117. Shu narsa 18 ga teng bo'lsa, arifmetik progressiyada dastlabki 19 ta hadi yig'indisini toping. Xuddi boya A ni 12-si degan misol ishladiku, o'sha bilan bir xil. Yoyib yuboramiz. A to'g'ri nima deb yoyamiz? Bucha 10 A1 plus 9 16-chi 1 2 3 3 ta A1 degani qo'shib yuborsam 3 A1 bo'ladimi? 3 ga 9 ni qo'shsak 12, 12 ga 15 20. Teng nechiga? Har bittasini 3 ga bo'lib yuborsam bo'ladimi? A1 plus 9 d teng 6 bo'lib turaversin. Men bu S19 ni yoyaman universal formulasi bo'yicha. 2 ta A1 bo'ladi har doim plus bitta kam 18 d. Taqsim nechi? Ko'paygan 19 mi? Xo'p, alohida bo'lib yuborsam bo'ladimi? A1 plus 9 ta d ko'paygan nechi? 19. Mana bu narsamiz nimaga teng? 150 to'g'rimi? 9 kere 5. Yo'q. Tushundinglar? Savollar bormi? Ha, javob. Joyimiz bemalol. 118 katta geometriya savol ekan, bu yerdan yozmaymiz. Keyingisida ko'ramiz. 119. 2 darajasi 3x 3 darajasi x teng 576 ga. Tenglamaning ildizini toping. Yana qaranglar. Shu javoblarni olasizlarda x o'rniga qo'yib ko'rasizlar ishlamasanglar. Agar javobinglar 576 chiqsa bo'ldi, o'sha x bo'ladi. Tushunarli? Hozir savollar bormi? Do'rbek. Yo'q, yo'q, bundoq qilaylik. Mana bu 576 degani 24 ning nimasi o'zi? Kvadrat. Agar topa olmasanglar 576 ni kvadratini bilmasanglar 2 ga bo'lasizlar va hokazo 2 ga bo'lib 2 ga bo'lib chiqasizlar. Tushunarli? Ana tub ko'paytiruvchiga ajratardik-ku, xuddi shunaqa ishlaysizlar. 24 degani 2 ning kubi ko'paygan 3 ning qo'shni nimasi? Kvadrat. Chunki 2 ning kubi 8, 8 kere 3 yana 24 qaytarib beradimi? Mana bu narsani olib kelib ko'chiraman. 2 darajasida 3x, 3 darajasida x teng 3 ga 2 ni ko'paytirsam 6, 3 ning nimasi? Qachon bir-biriga teng bo'ladi? Qachonki darajalar teng bo'lsa mana 2 darajasida 3x teng bo'lsa 2 darajasida 6 gami? 3x teng bo'lishi kerak nimaga? 6 ga x nima chiqadi? 2. Bu yerda ham x nimaga teng bo'ladi? Ikkita javob bir xil bo'lib qolsa, qaysi birini olardik? Tushundinglar? A javob ekan. Savollar bo'lsa beringlar. Keyingisiga o'taveram. Xo'p, 120. A vektor emas. Mana shu vektor o'rganinglar, unaqa qiyin tushmayapti. Bemalol ishlasanglar bo'ladi shularni. -24 bo'lsa A vektor va OX o'qining musbat yo'nalishi orasidagi burchak kosinusini toping deyapti.
Qarang. Mana buni x desam, bu nima bo'ladi? Y. -24 u 7, -24 chap tarafda mana bu yerlarda qayerdadir xullas. Mana qarab chizib ketib qolmaydi. 7 tepada, to'g'rimi? Mana bu ularni nuqtasi umumiy. Tushundinglar? A vektor degani mana bu ularning birlashmasi bo'ladi. Mana qarang, mana bu uchidan chiqadi. Bundoq birlashtiriladi. Tushunarli? Tepadan olib tushsam. Yo'q, yo'q. Bundoq kelyapti-da hozir bu. Tushundinglar? Ikkalasining birlashmasi bu tomonda yotibdi. OX o'qining musbat yo'nalishi. Yo'q, o'tmaydi bu. Qoladi shunda. Musbat yo'nalishi orasidagi burchak kosinusini toping. Musbat yo'nalish orasidagi qaranglar. Mana bu burchakni alfa desam, musbat yo'nalish degani x musbat yo'nalish bu tomonda yotibdimi? Chunki x dan musbat degani plusli soladi. Qaysi tarafda yotadi? O'ng tarafda. Bizda mana bu tomonni topib ber demoqchi. Tushundinglar? Birinchi qiladigan ishimiz qaranglar. Mana bu joy nimaga teng? 24 ga teng, to'g'rimi? Mana bu balandligi nimaga teng? Balandlik mana bu yerda mana bungacha bo'lgan joy 7 mi? Shuni bundoq olib kelsam, bu tom necha bo'lib qoladi? Mana bu necha gradus bo'lib turibdi? 90. Qanaqa uchburchak bo'lib qoldi? To'g'ri burchaklikmi? Mana bu yerda x desam, x topish uchun 7 ning kvadrati plus 24 kvadrati teng x kvadratigami? Pifagor teoremasi. 7 ning kvadrati 49. Bu 576. 625 mi? X necha bo'lar ekan? 25. Tushunarli? Sizlarga bitta qoida o'rgatdim, qaranglar. Mana shu burchakning alfasini topish uchun ikkita qoida bor. 4 ta qoida bor. Sinuslari, sinus alfa, kosinus, tangens va kotangens. Kosinusni ishlatamiz, chunki bizga o'zi yetadi. Musbat yo'nalishi orasidagi burchak kosinusini toping deyapti. Bu degani men hozir birinchi kosinus alfani topsam, mana kosinus alfa nimaga teng? Bir o'tgan edik. Kosinus alfa degani yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati bo'lar deysizlar-da? Yopishgan katet nima bo'lib turibdi? 24 mi? Gipotenuza nimaga teng? 25. 24 taqsim necha ekan? Hozir bu bizda mana bu o'tkir burchakmi? Kosinus o'tkir burchakda musbat bo'lsa, mana bu narsa nima? Qanaqa burchak? O'tmasmi? O'tmas degani 90 dan oshiqroqmi? Kosinus o'tmas burchakda ishorasi nima bo'lardi? Demak, xuddi shu javobda nimaligi bo'ladi? -24 taqsim 25. Mana bunaqa narsa, misol uchun kosinus 30 gradusda ildiz 3 taqsim 2 bo'lsa, 30 gradus degani 90 dan kichkina, to'g'rimi? Kosinus 150 dan necha bo'ladi? Ildiz 3 taqsim 2 faqat oldin nimasi bor? Mana bu 150 degan 90 dan balandmi? Kosinus 90 dan oshdimi? Mana bu narsa 90 dan oshdimi? Ishorasi har doim nima chiqadi? Mana o'tkir burchakda plus bo'lsa, o'tmas burchakdagi ishorasi nimaga teng? Minusga. Tushundinglarmi? Savol bo'lsa berilib boshqadan tushuntirib beraman. Nima savoli bor? So'ranglar. Chunki o'zi aytganda, mana bu o'tmas burchagini kosinusini toping deyapti. Birinchi mana bu o'tkir burchak-ku. Men birinchi mana o'tkir burchagini topdim, kosinusini. O'tmas burchagi, o'tkir burchakda plus bo'lsa, minus. Ha, gipotenuzaga nisbat. 120. Ashtan yozaylik. Bu savolni ko'pchilik ishlolsa kerak menimcha. Yaqinda o'tgansizlar. Oralar o'tganlar bor. Nima qilamiz? Testda bormasmidi shu? Yo'q, anaqada bor edi. Oldingisida? Tushunmaganingizda. Yo'q. Xo'p. Mana bu narsa nima bo'lardi? Ko'chiramiz, to'g'rimi? Artashimiz qovusgacha bo'lgan son nechchini? Taqsim bitta son turgan bo'lsa, bitta 9 bo'ladimi? Chunki qovus ichida nechta son bo'lsa, shuncha 9 bo'lardi. Har doim. Agar virguldan qovus o'rtasida son turgan bo'lsa, shuncha 0 bo'lardi. Mana bitta yozib qo'y, qoida qilib. 2/4 darajada misol 75 i aylantirmoqchi bo'lsam 2475 ko'chiraman. Qovusgacha bo'lgan sonni ayiraman. 20 nechchini? To'g'ri. Taqsim qovus ichida ikkita son bo'lsa, ikkita 9 bo'ladi. Virguldan qovusgacha bitta son bo'lsa, bitta 0 bo'ladi. Tepasini ayirib qo'yasiz. Xo'p, bu yoqda ham 67 minus necha? 60 taqsim
9mi? 65. Uxlamanglar, tezroq gapirsalarchi. Hatta 69. 69 da o'rdimmi? 69 yazısı. 69 yazısı. Yo'q, 5 bu. 5 bu. Bechara 5 bo'lib qoldi. 57 minus nechi? 5 taqsim. Xullas, hammasi mana shunaqa narsa-da. Shunday. Yumshatib chiqish kerakmi? Ha, keyin soddalashtirib chiqish kerak. 56 5. Tepasini hisoblab yuboringlar endi. Xo'p, hisoblab yuboringlar-chi. 62 62. plus Etek ise 62. plus 61 Aha. 59. 580. Nechi? 580. Taqsim 9. Endi mana buni qo'shing. 52 53 51. Brezilya. Mana 9 nima qiladi? Nima qoldi? 182 taqsim 4 ga qisqartirsa, 2 ga qisqartiraylik birinchi. 91 buni 2 ga bo'lsak 78. To'g'rimi? 13 ga bo'lsak, tepada 7, pastda 6. Tushundinglarmi? Savollar bormi? Keyingi savol xohlasak ham qildira olmasak ham o'zi yo'q. Bo'ldi. Xo'p, mana shu narsa berilgan ekan. 1 dan 12 gacha bo'lgan masofani toping deyapti. Hali bitta ish qilamiz. Birinchi 8, 6, 10. Qaranglar. Pifagorga qo'ysam, 8 ni kvadrati plus 6 ni kvadrati necha bo'ladi? 8 ni kvadrati 64. Mana 10 ni kvadrati turing. 64 plus 36 teng 10 ni kvadrati nechi? 100. 100 100 ga tengmi? Qaysi qoidada ikkita kvadrat yig'indisi uchinchisiga teng bo'lardi? Qaysi qoidada? Pifagormi? Bu Pifagor qachon ishlaydi desa, qachonki o'sha uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsami, to'g'ri burchakli degani mana bu burchak necha rats bo'lgan? Demak, 8 bilan 6 katet bo'lib qolgan. Tushundinglar? Yo'q, bir xil bo'lishi shart emas. Bir xil bo'lsa teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi-da. Endi qaranglar. Ozgina ish ko'proq. Bundoq qilamiz. Mana shu uchburchakni shunday yotqizib olaman. Mana balandlimi? Balandlik o'tkazdimi? Mana shuni shunday ushladim-da, shuni yotqizib qo'ydim. Mana bu joy bor-ku, mana bu joy. Mana yerda turibdi, pastki tomonda. Mana bu 6, mana bu o'tib qoldi. 8 pastga ko'chdi. 10 joyda turibdi mana, oldi tomon. Tushundinglar? Oyoq osmonda bo'lib qoldi, tepaga o'tib qoldi. Endi mana bu x desam, mana bu nima deymiz? Y. X topishga mana bunaqa narsalar bor edi, eslarda bo'lsa. Mana 6 ni kvadrati teng bo'lar x 10 ga ko'paytmasiga esladimi? 36 teng bo'ladi nimaga? 10x ga 36 ni 10 ga bo'lsam 3 nechi? 6. Xuddi shu qoidani pastdan ketamiz endi. Shart emas. Mana bu nechi ekan? 3,6. Jami 10 bo'lsa, 10 dan mana bu 3,6 ni olib tashlasam, mana bu qoladimi? 6 nechi? 4. Demak, mana bu 6,4 bo'lgan ekan, xolos y ga. Tushundinglar? Endi bizda qaranglar. Mana bu balandlikni topsam bo'ladimi? Balandlik mana h deb turing. Balandlikni topish uchun to'g'ri burchakli uchburchakda bitta qoida bor, mana qaranglar. H topish uchun mana bu tomon a bo'lsin, bu b bo'lsin, mana bu s, to'g'rimi? H nimaga teng bo'ladi desa, a ko'paygan b taqsim s ga. Tushundinglar? Buni sizlarga oldin o'rgatmaganman. Bu qoida to'g'ri burchakli uchburchakda ishlaydi. A tomonimiz nimaga teng? A tomonimiz 6, b tomonchi 8, s tomon 10 mi? 48 taqsim 10. 4,8. 8. Demak, balandligi necha bo'lgan ekan? 4,8. Ikkita uchburchak bor, qaranglar. Mana bu 90 mi? Bittasi bunday turibdi. Ichida nima bor? Katta aylana bor, to'g'rimi? Ikkinchisi bunday turibdi. Buning ichida kichkinaroq aylana bor. Tushunarli? Ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Mana bunday qilaman-da, xolos mana katta R deyman buni. Mana bu kichkina R. Bo'ladimi? Mana bu tomon nimaga teng? Gipotenuza 8, balandligi 4,8, mana bu qanchachi? 6,4. Xuddi shuni bunga yoza olamiz. Yana bu 4,8 man ikkalasi uchun pastki tomon nimaga teng? Gipotenuzasi 6. Qaranglar, bitta qoida bor-da.
to'g'ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi nimaga teng desa, ikkita katetni bir-biriga qo'shib, gipotenuzani ayirib, ikkiga bo'lib qo'yasizlar. Tushunarli? Mana katetlarni qo'shib, gipotenuzani ayirib, nechiga bo'lar ekanmiz? Ikkiga. 1,6 mi? Xuddi shu qoidani bunga qo'llayman. R barobar 4,8 plus nechi? 3,6 minus 6 taqsim nechi? Hisoblasanglar 1,2 chiqadi? 2. Demak, katta R radiusi nechi bo'lgan? Katta radius 1,4 bo'lgan, kattasi 1,6. Mana kichkinasichi 1,2. Tushundinglar? Radius degani markazdan mana bu aylanagacha bo'lgan joy bo'larmidi? Tushundinglar? Mana markazdan aylanagacha bo'lgan joy. Endi bizga mana buni topib bergin deyaptimi? Bundoq qilamiz, qaranglar. Qo'shib qo'ysa bo'ladimi? Mana bu kesma bor-ku 1,6 ni. Bundoq parallel olib chiqsa, mana parallel olib chiqsa, mana bu yerga keladimi? Shuni bundoq mana bunaqa kesma bo'lib qoladimi? Bu nechi edi? 1,6. Mana bu nechi edi? 1,2. Bunda tushirib qo'ysam bo'ladimi buni? Qanaqa uchburchak bo'lib qoldi? To'g'ri burchakli. Mana bu to'g'ri burchaklimi? Chunki men buni to'g'ri olib tushdimda men. Endi mana buni o'chirib turinglar. Bunda olib tushsam, bu ham radius bo'ladimi? Bu nechi edi? 1,2. 1,2 ni bundoq parallel olib kelsam, mana bu yerdan 1,2 bo'ladimi? O'zi jami radius 1,6 bo'lsa, mana 1,6 bo'lsa, 1,6 dan mana bu 1,2 ni ayirib yuborsam, mana bu yerda qoladimi? Mana 1,6 dan jamidan mana joyi olib tashlasam 0,2 qoladi. Savollar bormi? Kim tushunmadi so'rasin. Qaytaga. Mana bumi? Ha, mana bu qoida borda, xullas qilib to'g'ri burchakli uchburchakda aylana chizilgan bo'lsa, mana A, B, C, to'g'rimi? Kichkina R deb turay, mana radius. Radius nimaga teng desa, ikkita katetni qo'shib, gipotenuzani ayirib 2 ga bo'lib yuborasizlar. Tushunarli? Mana katetlarni qo'shib nimani ayirib ekanmiz? Gipotenuzani va 2 ga bo'lib yuboramiz. Xuddi shu qoidani qo'lladim. Tushundingizmi? Endi xo'p. Mana bu katet nechi? 0,4. Mana bu joy nechi? 1,6 va 1,2 mi? Mana buni topish uchun Pifagor teoremasini qo'llab olsam bo'ladimi? Mana bunaqa uchburchak bo'lib qoldi, xullas. Qarang. 1,6 ga 1,2 ni qo'shib yuborsam, 2 mana bu nechi edi? 0,4. X deb qo'ysam bo'ladimi? Yana Pifagor teoremasi. 0,4 kvadrati x kvadratigami? 0,16 plus 7,84 teng nechiga? X kvadratiga 784 ga 0,6 ni qo'shsak 8 mi? X kvadrat teng bo'lib qoladi nechiga? 8 ga. X teng ilzosida 8. 8 ni 4 kare 2 desam bo'ladimi? Tushundinglarmi? Mana bu joy nechi bo'lgan ekan? 2 ilzosida. Savollar bormi? Qiyin emasmi? Hisob kitobi ko'proq, xullas. 122. Yana ozgina qoldi, ko'raylik. 6, 3 ilzosida 108. Mana shunaqa misol ham har yili kelib tushadi. Yaxshilab o'rganinglar, sizlarga ham tushib qolishi mumkin. 122. Buni hisoblang deyapti. Qaranglar. Har bittasini ko'paytiruvchiga ajratib chiqamiz. Muhammad kim unutmoqlar? Ko'paytiruvchiga ajratamiz. 108 ni 2 ga bo'laman, necha bo'ladi? 54. 2 ga bo'laman 27, 3 ga bo'laman 9. Demak bu 6 ilzosi nechta 2 bor? Nechta 3 bor? 3 ta 3, to'g'rimi? Demak 6 o'tdi. To'g'rimi? Minus 256 ni xuddi shunaqa ajratib chiqsanglar, mana bunaqa narsa chiqadi, qaranglar. 2 ni 8-inchisi bo'lib qoladi. Tushunarli? Sizlar ham xuddi shuni ajratib chiqsanglar. Va minus 4 ilzosida
Buni ajratadigan bo'lsanglar, 3/4-si ko'payiga necha bo'lib qolar ekan? 2. Va plus 3 ilzosi 4 ilzosida 2 ni 9-siga teng bo'lib qoladi. Savollar bormi? Yo'q. Mana bu narsani alohida ildizga olib yozadigan bo'lsam, 3 ilzosida 2 ning kvadrati 3 ilzosida 3 ning kubi deb yozib olsam bo'ladimi? Minus 2 ning 8-sini mana bunday qilamiz, qaranglar. 3 ga bo'linadigan qilib yozaman. 2 ning 6-si ko'paygan 2 ning kvadrati deb yozsam bo'ladimi? Asoslar bir xil, darajalar qo'shilsa yana 8 ni qaytarib beradimi? 5 3 ilzosida 2 ning 6-si ko'paygan 3 ilzosida 2 nechinchisi? 2-si. Tushundinglar? Minus bunechi? 4 ilzosida 3 4-si 4 ilzosida 3 nimasi? 2 ni o'zi. To'g'rimi? Va plus 2 ni 9-sini bundoq qilamiz. 2 ni 8-si ko'paygan 2. Bo'ladimi? Shunda 4 ilzosida 2 ni 8-si ko'paygan nechi? Mana bu nima qiladi? 3 chiqadimi oldiga? 2 ning kvadrati 4. To'g'rimi? Minus 6 ni 3 ga bo'lsam 2 mi? 2 ning kvadrati 4 deb yozib qo'yavering. Mana 6 bilan 3 qisqartirdim. 2 ning kvadrati qoldi. Ildiz ketib qoldi-ji. 2 ning kvadrati mana necha bo'lar ekan? 4. Bu chiqmaydi. 3 bo'linmagani uchun 2 ning kvadrati 4. Bu qisqarib ketadi. Nima qoladi? 3. 4 ilzosi nechi? 2. 8 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa, 2 mi? 2 ning kvadrati necha bo'ladi? 4 va 4 ilzosida 2 qoladi. Hisoblaymiz. 6 kare 3. 18 3 ilzosida 4, 20 3 ilzosida 4, 12 4 ilzosida 2, to'g'rimi? Va plus 4 ilzosi. Tushunarli? Xo'p, 18 dan 20 ni ayiramiz. Minus 2, 3 ilzosi necha bo'lar ekan? 4. Minus 12 plus 4 minus qayerdadir xato qilmadingmi? Kecha buni hozir chiqmagan shekilli. Qayerdadir ishtiga. Yo'q, mana shu to'g'rilab qo'yaylik. Baribir to'g'rilash kerak-ku. İkinci qatorda yo uchinchi qatorda. Hali 3 qolib ketibdi, ustoz oxirida 3. Ha, mana bumi? Ha, mana 3 qolib ketibdi. 3 ko'payganmi? Bittasi qisqarib ketdi. 12 mi? Mana bu nima qiladi? Qisqaradi. Shunda mana bu yo'q bo'ladi. Mana bu javob qoldi. Bizdan qaradi, ildiz ichiga kiritishimiz kerak ekan. Mana minus oldi qolib ketadi. 3 ildiz ostida mana bu yerda necha turgan bo'lsa, 2 ni ham shu darajasi qilib olib qaraman. 2 ni 3-inchisi bo'lib kiradi. Tushunarli? 2 ni 3-inchisi nechi? 8, 8 kare 4. Savollar bormi? Kvadrat deganda 2 ning kvadrati. 2 ning kvadrat bo'lib kirardi. Bo'ldi, yozib olamiz. Yonib qoladi.